Men hali 19 yoshdaman. Hayotim endigina boshlangandek edi. Orzularim osmon, qalbimda esa hali muhabbat degan so'z nimani anglatishini bilmasdim. Onam biz kambagalmiz, qizim, hayotda oson yo'l yo'q deb ko'p aytardi. Shu gaplari bilan meni bir kuni birdaniga 62 yoshli boy bir odamga uzatishdi. Qizim, u yaxshi odam. O'zingni qiynamaydi. Hayotingni o'zgartiradi, dedi onam. Lekin men uni ko'rgan kunim ko'zlarimdan yosh sizib chiqdi. U odam menga bobom teng edi. Sochlari oqargan, yuzida ajinlar, yurishlari og'ir. Ammo boy edi. O'sha kun to'y bo'ldi. Men esa ichimda yiglab turdim. Barchaga kulib qarashim kerak edi. Shu kundan boshlab hayotim butunlay o'zgardi. Ammo bu chol oddiy chol emas edi. U haqida keyinchalik bilganlarim meni larzaga soldi. Uyinga kelganimizda hamma narsa dabdabali edi. Katta hovli, xizmatkorlar, har bir xonada kamera. Men bu hashamdan chochib ketdim. U kishi, Rustam aka, menga hech narsadan kam qilmayman, dedi. Lekin bu gaplar yuragimdagi gamni ketkaza olmadi. Har kuni ertalab meni uyga o'tardi, choy tayyor, atrof jimjit. U esa doimo nimadandir xavotirda yurardi. Har kuni telefon orqali kim bilandir pongillab gaplashardi. Bir kuni kechasi uyga olib ketdim. Hovlida nimadandir shubhalanib qaradim. Rustam aka qora kiyimda, qo'lida bir narsa ko'tarib yurgan edi. Men yashirincha deraza ortidan kuzatdim. U xizmatkorlardan biriga baqirib, "Bu yerda seni og'zingni yopishimiz kerak", dedi. O'sha payt ichimni qo'rquv bosdi. U odam men o'ylaganchalik oddiy emas edi. Lekin men bu uyda qolib ketdim. Qochishga yo'l yo'q edi. Onamga telefon qildim. Javobini eshitib, yuragim to'xtab qolgudek bo'ldi. Onamga qo'ng'iroq qilib yiglab, "Onajon, bu yerda nimalar bo'layapti o'zi? Men qo'rqyapman. Bu odam xavfli", dedim. Onam jim bo'lib qoldi. So'ng sokin ovozda aytdi: "Qizim, men bilaman. Ammo bu odam sening hayotingni saqlab qolish uchun yagona yo'l edi." Men karaxt bo'lib qoldim. "Nima demoqchisiz? Bu nima degani?" Onam shivirlaganday gapirdi. "Qochma. Yuzingda tabassum bo'lsin. Sen hozir nafaqat o'zing, balki meni ham himoya qilyapsan." Shu gaplardan so'ng yuragim ikki dunyo orasida osilib qolganday bo'ldi. Endi bu uydan nafaqat jonim, balki bir haqiqatni bilmasdan chiqib keta olmasligimni angladim. O'sha kuni kechasi Rustam aka uxlab yotgandi. Uning xonasiga sekin kirib, stollardan birida turgan eski temir sandiqni ochdim. Ichida suratlar, hujjatlar va bir daftarcha bor edi. Daftarchaning birinchi betida yozuv bor edi. "Agar bu yozuvni o'qiyotgan bo'lsang, demak men endi yo'qman." Shu payt ortimda bir sharpaning soyasi paydo bo'ldi. Men o'girildim va men asta-sekin orqamga o'girildim. Yuragim shu qadar tez urardiki, nafasimni ushlab turishga harakat qildim. Ortida xizmatkor ayol turardi. U nigohini yerga tikkancha qo'lida chiroq ushlab turardi. "Qani, daftarchani menga bering", dedi u past ovozda. Men: "Bu nima? Nima uchun meni undan uzoqroq tutmoqchisiz?" dedim. Ayol chuqur xo'rsinib: "Sen hali hamma narsani tushunmading. Bu uyda faqat pul emas, gunohlar yashiringan." U so'zini tugatmasdan qo'limdan daftarchani tortib oldi va yugurib chiqib ketdi. Men ortidan yugurmoqchi bo'ldim, lekin Rustam aka uyga qolgan edi. U oldimga chiqdi va jiddiy qaradi. "Sen qayerda eding? Sandigimni ochdingmi?" Men jim turdim. U sekin yonimga yaqinlashib: "Bu uyda faqat men emasman. Yana boshqalar ham bor. Ko'rmaganing afzal, qizaloq." Devordan kimdir kuzatayotgandek edi. Va o'sha kuni tunda kimdir derazamga yozuv yopishtirib ketdi. Unda faqat bitta so'z bor edi: "Yugur." O'sha tunda men yiglab o'zimga: "Endi yetdi. Bu yerdan ketaman, nima bo'lsa ham", dedim. Xizmatkorlar uxlayotgan paytda men jimjimador libosimni yechdim, oddiy kiyimda eshik tomonga yurdim. Har bir qadam yuragimda portlashdek eshitilardi. Ammo darvozaga yetganimda kimdir qarshimda paydo bo'ldi. U onam edi. "Ona, siz bu yerda nima qilyapsiz?" dedim qaltirab.
U sekin boshini egdi. Men seni shu uyga sotganimda, aslida o'zimni qutqarmoqchi bo'lgan edim. U odam mening gunohlarimni biladi. Men unga qarzdorman. Ko'zlarimdan yosh sizib chiqdi. Demak, meni baxtim uchun emas, o'zingizni qutqarish uchun bergansiz. Onam javob bermadi. Faqat orqasini o'girib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Men yugurib uydan chiqdim. Ko'chalar qorong'u edi. Nafasim qisilardi. Ammo birinchi marta erkin edim. Oradan 1 yil o'tdi. Endi men o'z shahrimda tikuvchilik bilan shug'ullanaman. Oddiy hayotim bor. Baxtli emasman, lekin erkinman. Ba'zida kechasi tushimga Rustam aka kiradi. Ba'zida onamning ko'z yoshlari yodimga tushadi. Lekin o'sha daftarchadagi so'zni eslab turaman. Agar bu yozuvni o'qiyotgan bo'lsang, demak men endi yo'qman. Kim edi u? Jinoyatchimi? Qutqaruvchimi? Menga noma'lum. Lekin bir narsani bildim, baxt sotiladigan narsa emas.